Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun Nexia bir avtomobilimizni fonni hadoyini chochib tashlaganmiz. Boshqatdan chiroyli qilib yig'ib beramiz. Bunga nima ishlar qilishni proshani sanaymiz va videoni oxirigacha ko'rsalaring. Bu avtomobilga hadoyga necha pul ketgan, xudo xohlasa chiqarib beradi. Bu tomonda stabilizator rezinka qo'yilyapti. Nimada? Ko'zifiqadigan joyi bor. Kubcha kanalimiz esdan chiqib qoladi. Albatta buni qo'yish kerak. Taglar fon yog' bo'lib ketgan ekan, o'zimiz cho'tki qilib tozalab olmasak bo'lmaydi va garantiyalar olib chiqarib qo'ygan. Garantiyalar keyin karotka pozitsiyalari ko'rasizlar. Karotka pozitsiyalari bir qator qatiramiz. Keyin bunaqa mayda-chuyda narsalar ko'rasizlar. Bu gidroelektra trubkalar bo'ladi. Birato'la gidroelektra trubkalardan fonni chiroyli qilib qatiramiz va gulishtir, pulishtir hamma yo'lini qaraymiz. Keyin bunaqa narsalar ko'rasizlar. Aslan uni ishni mashqdan boshlanadi, ko'rasizlarmi? Mana. Avtomatcha eskiroqni hisobiga bunga mehr talab bo'lib qo'ygan. Xudo xolasa chiroyli qilib mehr beramiz. Trubkalarni to'g'rilab, akkuratni qilib qatiramiz va avtomobilni bo'lgandan keyin ham sizlarga bitta videosini ko'rsatamiz. Hatto bunaqa joylarni qatiramiz, ko'rasizlarmi? Mashina joylarni qatirmasak, bu hado qilingandan keyin baribir yoqimli sovuq chiqarib bo'ladi. Bitta tepaga saroat qilamiz. Avtomobilga nima qilyapti, sizlarga ko'rsatamiz inshaalloh. Va avtomobilimizning egasi Instagramdan ko'rib kelishgan. Avtomobilni absolutni punni chochib tashlab boshqatdan yig'ib beramiz. Nakinestlar ham ketib qo'ygan ekan. Nakinestlardan xudo xolasa koreyskiy eserdan qo'yib beramiz. Va mana qo'yilayotgan ehtiyot qismlar akalarim. Ishda granata qo'yiladi. Hozir bittasi yetdi. Bittasini endi olib kelyapmiz. Granata, nakineshnik, sharovoy, chashka rezinkalar original qo'yadi. Har doimdek pachun yaponskiy qo'yiladi. Pulcha qimmatroq, lekin yaxshi xizmat qilib beradi. Adboniy rezinka. Kimda paqicha deydi, kimda stakan deydi. Bu ham yangi qo'yilyapti. Stabilizator rezinka. Bu bot qo'ylar xolos. Buni o'zining rezinkasi uncha yaxshi emasligi hisobiga rezinkadan boshqa yaxshisini qo'yib yuboramiz. Ikkita saydin bolt, mush rezinkalar qo'yiladi. Saydin vtulka. Mana saydin vtulkasi jufti. Mana mush rezinkasi. Xullas prujina, granata pinniklari, alqamazat rezinka va chilok vtulka qo'yiladi. Shuncha qilingandan keyin bunga abzatini bor akalarim. Jem solidor qo'yib yuborish kerak. Jem solidor sifatli, havo sovuqlikda qatib qolmaydi va plus isib ketganda havo suyulib ketib qolmaydi. Avtomobilimizni orqa tomonidan ponni chochib tashlaganmiz. Mana avtomobilni orqa tomonidan chochib, chuloklar tushirganmiz. O'zini prujnalari cho'kib ketgan, rezinkalarning ahvolini ko'rasizmi? Rezinkalar ham o'zi mazasi qochib qo'ygan. Bunga yaxshi rezinkalar qo'yib chiroyli qilamiz. Mana prujnalar o'zini o'lchab ko'rdi. Prujna o'zi 31 sm bo'lib qo'ygan. O'zi asli 32 sm bo'ladi, lekin 1 sm necha? Agar 30 sm yoki 29 sm bo'lsa, almashtirib olish kerak ekalarim. Lekin amazatlarda har doimgidek kuchaytirilgan plus qilamiz, lekin stoykasini bori boshqaroq bo'lib qoldi, chunki sababi sharoitroqon joyi bor mana. Sharoitroqon joyi keyinga ketib qolgan ekan. Bu keyinga ketib qolgandan keyin jirilib, ertaga tiqilib ovoz chiqarib bo'ladi va mana chulogini tushirib, ponni podkraska qilib qo'yganmiz, kraskalab, cho'g'lab. Chunki ochilgandan keyin shunaqa mehr berib qo'ysangiz, обязательно vashi moshina bo'lib qoladi. Xudo xolasa moshina qilib yig'yapmiz. Mana bu tomonda bo'lsa, virkalarda cho'g'liqqa svorga qilyapmiz. Sen jam ishla, sen olmayman. Mana mushezinka to'laqon joyi bor-ku. Mushezinka to'laqon joyini ko'rasizlarmi? Yili ketib qolgani hisobiga to'ldirib qo'yapmiz. Ikkala tomonini ham. Mana ikkala tomonini to'ldirib qo'yapmiz. Hadda mushezinka ham ketib qolavermaydi akalarim. Ichkarida amazatlar ham kuchaytirilgan plus qilib xudo xolasa yig'ilyapti. Mana bog'da Shohjahonbek amazatni chiroyli qilib yig'yapti, usit qilib, lekin bu Damas'ga Nexia'ga tayyori bor xudo xolasa. Endi buni yig'ib bo'lgandan keyin sizlarga ham bitta video qilamiz. Mayda-chuyda joylarni ponni qatirib chiqamiz. Mana ko'rasizlarmi? Mo'lar bo'shdi, bular ponni qatirish kerak. Lekin o'zi aslida bu mashinani ponni kabellardan ko'rasizlarmi? Kabellardan montaj qilib tashlashgan xullas. Buni o'zi bitta elektrik o'tib, kabellardan borib, bitta boshqatdan yig'ib olish kerak. Va amazatlar bo'lgandan keyin xudo xolasa hado ponni yiqqandan keyin sizlarga bitta obzor qilamiz va umumiy ketgan rasxodni xudo xolasa sizlarga chiqarib beramiz. Va nihoyat Nexia bir avtomobilimiz ham yig'ilib bo'ldi. Bunga nimalar ish qilingan bir o'shani sanashni boshlaymiz. Birinchi o'chiritda mushezinka to'laqon joyda svarkalar to'ldirdik. Mushezinka hadama ketib qolmasligi uchun juda ko'pchilik bunga boru bir narsalar qoqib tashlaydi-yu, birato'la svarka qilib qo'ysalar, mushezinka uzoqroq xizmat qilib beradi.
va Saydon boltlarni yangi qo'ydik. Saydon vtulka ham qo'yildi. Sharovoy, stavzati rezinkani kuzov tegisidan ham qo'ydik. Kuzov tegisi ham ketib qo'ygan ekan mana. Kuzov tegi rezinkasi birato'la ponni trubkalar qatib bergan. Mana trubkalar ko'rasizlarmi? Ponni maslar taqilib yuradi-yu, maslagacha ponni ko'tarib, choliq qatirganmiz va birato'la mana bachoy bor, o'tgan safar ko'rsatdim videoda mana. Maslardan bir yo'l qatirildi, gidalakan trubkalar qatirildi, oldi albesovkalardan ham qatirib qo'ydik, chunki tiqilib yuradi. Signallargacha qatirildi, zashlanadi artib, tozalab, keyin korobka podushkani, mana shu tomon tepadasi bor, 10 to'rtlik bolt ikkalasi ham bo'sh ekan. Buni choliq qatirdik. Strelka podushkasi ham bo'sh ekan, pastki 10 to'rtlik bolti, buni ham qatirdik. Endi biz tepaga chiqamiz. Nima ish qilingan bir oshdan sanashni boshlaymiz akalarim. Va gulushlar ham tiqilib yurgan ekan, gulushlarni ham xudo xolasi to'g'irlaganmiz va supportlarni ham bunga ikkita granata ham qo'yildi, tashqi granata ikkita. Ana tepaga chiqaychi, tepada nima ish qilingan bir oshdan sanashni boshlaymiz akalarim sizlarga. Tepada shoh podushkani qatirdik. Tepada ko'p qatirgan joylarimiz bor. Ayrim joylar esdan chiqib qolyaptigan bo'lishi mumkin. Stoykalarni boshqa yangi qo'ydik akalarim. Stoyka kuchaytirilgan plus amortizator, stoykaga paqirchasi, atboynisi, nakinish yangi qo'yildi. Hatto tiqillamaslik uchun support kapalar qo'yildi. Support kapalarga qo'shib birato'la pini ham qo'yildi. Chunki pini ham qo'yilsa har xil narsani zashta qiladi va ko'proq xizmat qilib beradi. Bitta tozalikka e'tibor berib qo'ysa, ponni patkinlarni artib, tozalab, choli qilib berdik. Endi bu tomonga o'tib qolmasak, bu tomoni ham xuddi shunaqa ishlar qilindi akalar. Mana bu tomonni ham ponni stoykasi yangi qo'yildi. Bu tomonni xuddi shunaqa oldini ko'targani, ozgina rezinka ham qo'ydik. Avtomobil 15 ballonda harakatlanishi uchun. Mana zashnaydi, artib, tozalab, xudo xolasa go'zal holatga keltirdik. Avtomobil toza bo'lsa bor, maza qilib berasiz. O'zimiz kuchaytirgan plus amortizatlarni o'zimiz ikkita tomon ishlagan uslet qilib berdik. Bu tomondan xuddi shunaqa granatalar qo'yildi, granata pinlar, kapron qo'yib berdik. Endi umumiy summani aytgan bo'lsa, endi hali hisoblab ko'ryapmiz. Hisoblasak, xudo xolasa kommentariyga yozib ketamiz inshaalloh. Mana orqaga prujina, amortizati, orqa barabarlari ochib, kalotkani regulovka qilib, barabarlar chol qilib kraskalar berganmiz va chilov vtulkalarni yangisini qo'yib berdik. Shuni o'tirgan joyda ham kengayib qoladi-yu, buni ham xudo xola chiroq to'g'rilab berganmiz va gulishtirni ham qatib berganmiz. Gulishlar ham shaqqilab berdi. Gulishni ham choliq qatirganmiz inshaalloh. Va birato'la metallarni birato'la qatirganmiz. Metal ham har xil ovoz chiqarib qoladi. Bu tomonni ham xuddi shunaqa, mana trubka o'tirgan joylarga, shumkalarga qo'yib berganmiz, tiqillamaslik uchun. Purjani tepa past rezinkasi yangi qo'yilgan akalarim. Bu tomonni chilov vtulkasi qo'yilgan, metal lufta yo'qotilgan, amortizatorda rezinkalari ham yangi qo'yilgan akalarim. Xudo xolasa shunaqa xizmatlar bo'lsalar ham kelasizlar, ishlaringni shunaqa qilib, seryozni, chiroyli qilib, xuddi o'zimizni mashinamizni qilgandek qilib, yurakdan chiqarib deydi-yu, yurakdan chiqarib xudo xolasa qilib beramiz akalarim. Endi itago bitta kommentariyaga hisoblayman-da, nech pul ketganini sizlarga chiqarib beraman inshaalloh. Ungacha sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysalaring, ko'proq insonlar ko'radi. Jonlar sog' bo'lsin, har doim yuzingizdan tabassum tark etmasin. Avtoprofessorga obuna bo'lish esdan chiqmasin. E'tibor uchun rahmat. Ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar.